Keling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzimiz keling, o'sin keling. Tuzimisiz? Keling, nima xizmat? Shu desangiz doktor, shu o'sinimni eri. Shu o'sinimni eri ertalab uyg'otibdi. Suv sepib hovliga o'sha suvga sirg'alib burni bilan tushibdi-da. Mana endi mana shu ahvol. Shu nafas ololmay qiynalib hammamizni qon qildi. Assalomu alaykum. Keldingizmi o'zim? O'zim kechqurman, yaxshimisiz? Anaqa ertalab bularni erlarichi? Tomga somonga chiqqan ekanlar. Somonni tashiyman deb o'zlarini tashlab yuboribdilar. Shunaqa bo'lib qoldi. Voy xudo. Xullas doktor, shu o'sinimni nafas yo'llari siqilib, qiynab yotibdi. Yana kamiga kechqurun qurraga motalli. Shularni to'g'rilab bering, iltimos. Bo'ldi, albatta yordam beramiz. Agar formasini to'g'rilab, chiroyli qilaman desangiz, u pullik hisoblanadi. Agar shu nafas yo'llarini ochib, nafas olishni yaxshilayman desangiz, u mutlaqo tekin. Tekin? Rasmi o'zi, bu operatsiya kamida 10 million turadi-ku. Xurra otmayapti. Burnidan nafas olyapti. Qani, yaxshi keldinglarmi? Tiring, o'sin. Tiring. Keldilar. Qalaysiz, ahvolingiz yaxshimi? Doktor, judayam yaxshi. Nafas yo'llarim ochilib ketdi. Boshim ham og'rimayapti. Xurragam o'tmayapman. Dunyoni boshqa hid bilan hidlayapman, doktor. O'zim, sezdingizmi? Burni formasi ham o'zgarib chiroyli bo'lib qolibdi. Sizdan ham chiroyli bo'lib ketibdi. Yo'q, unchalik emas-ku. May qarang. Ichini operatsiya qilish tekin bo'lganda bir kalta gap yemaymizmi? Mayli-ku, lekin erlarimiz mo'ljali burunga olalarmiki? Doktor, shu jag'pag'i ham operatsiya qilmaysizlarmi? Mana shu ikkita o'sinimmi? Chakagini yopib bering.